Xurshida Zakirovna, nima uchun abortdan so'ng homila bo'lishi sekinlashadi? Juda ham yaxshi savol. Birinchi navbatda bu ayollar organizmida gormonal fonning buzilishi, ya'ni ayolda gormon funksiyalari pasayishi boshlaydi. Ikkinchi navbatda bu jinsiy a'zolardagi bo'ladigan jarohatlar. Undan tashqari ayolda bo'ladigan infeksion omillar ham sabab bo'lishi mumkin. Ayolda eng ko'p uchraydigan sabablardan biri abortdan so'ng psixoemotsional holat. Ayol psixoemotsional holat bilan keyingi homiladorliklarga ham ta'sir qilishi mumkin. Eng muhimi, organizmda vitamin va minerallarning kamayishi bu keyingi homiladorlikning kechikishiga sabab bo'lishi mumkin. Bu ayollarda o'tkaziladigan tekshiruvlar, ultratovush diagnostikasi, gormonal fonlar tekshiruvi hamda infeksiya omillarini ham tekshirish muhim hisoblanadi. Keyingi homiladorlik vaqtida bo'lishi uchun 3-6 oy oralig'ida bemor shu tekshiruvdan o'tib, davolash choralarini olib borish kerak.